أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar va alqishlar olamlarning Rabbi Allohga bo'lsin. Yaxshi oqibatlar, g'alabalar, muvaffaqiyatlar, hushyorlarga bo'lsin. Salat va salam, qo'llash va desteklashlar Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomga, ahli baytiga, sahobalarga va qiyomatgacha uning yo'lidan mangan yo'ldoshlariga bo'lsin. Qarindoshlar, bugun Arif kuni bo'lib qolg'achqa bu hajninki ruknlarini tugtuytay deb yana chiqib qoldim. Haj ruknlarining 4-si kelgandik qarindoshlar. Bu haj ruknlarini hammasi İbrahim Aleyhisselam bilan munosabatli bo'lg'achqa bir oldingi videoda İbrahim Aleyhisselamning hayoti bilan tunishib o'taylik deb hayotiga davom qilgandik. Yana mush 4-rukni endi shu Arafadagi vaqfa deyiladi. Şu Arafadagi vaqfa, Arafa degan nima degan gap, vaqfa degan nima degan gap. Shuni tushunish uchun yana İbrahim Aleyhisselamning hayotiga qaytib bir qarab chiqish to'g'ri keldi qarindoshlar. İbrahim Aleyhisselam yuqoridagi videoda ailesini Mekke'ye tashlab etib ketganligini. Shuning bilan Hajar annamiz bilan İsmail Aleyhisselam bu Mekke'de shunchalar zo'r sharoitlarda yashash orqali Mekke'ni hozirgi arablarga vatan qilib vatan bo'lishiga sabab bo'lganligini deb o'tgandik. Hozir endi İbrahim Aleyhisselamning hayotidan davom qilamiz. İbrahim Aleyhisselam ailesini bekli yaxshi ko'radi. Aşa Mekke'ye apirib tashlaysimi, aşık dedik ya. Davamlı şu konulardan çıkmaydı. Ailesini bekli yaxshi ko'radi. Şolaşqa Allah izin bersə Mekke'ye kelib ailesini yo'qlab turadi. İsmail Aleyhisselam çoğ bo'lib, ishqi yarg'adek bo'lib qolgan edi. İbrahim Aleyhisselam o'g'li İsmail Aleyhisselamning diyonatidan, axloqidan bekli memnun edi. İsmail Aleyhisselamni bekli suyatdi va uningdan faxrlanadi. Axloqidan, ibadatidan, Allohga bo'lgan iymonidan, tavakkulidan, her türlük her tarafidan İsmail Aleyhisselam'dan bekle faxrlanadi, bekle suyunadi. Bek mükemmel bir farzand olab yetishgan İsmail Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam xushal kunlarning birida Allah Taala İbrahim Aleyhisselamni shu orqali İsmail Aleyhisselamni qurbonlik qilishga buyurdi. Qarindoshlar, İsmail Aleyhisselam bu chaqda falamma balagha ma'ahu sa'ya deydi. Qur'onda sura Safatda İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam bilan sa'i qilg'idek bo'lganda deydi. Sa'i degan Safa Marvadagi sa'i shu'g'u. Mushu dunyodagi imtihonni qozonish uchun kurashga atlanganning ismi sa'i. İbrahim Aleyhisselam qanday kurash qilib kelayotgan bo'lsa hayotida İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselamga qatilgan edi. İbrahim Aleyhisselam bilan birga sa'i qilg'idek, kurash qilaligidek yoshga kelgan, ya'ni cho'ngib qolgan vaqtda Allah Taala mush cho'ngilib qolgan bir o'g'lanni kurashga atlanadigan bir o'g'lanni qurbonlik qilishga buyurdi. Buni anglagan İbrahim Aleyhisselam qattiq sarosimaga tushdi. İbrahim Aleyhisselam oxiri bu ishni ayoli Hajarga aytdi. Ayolim Hajar, Allohning yana emri va İsmailni qurbonlik qildigan bo'ldik. Bunda emri keldi Allohdan deydi. Degandan Hajar alayhissalom suyimlik o'g'li İsmail Aleyhisselamni qurbonlik qilishga onalik mehrini yengib, Alloh rizosini deb ma'qul bo'ldi. Bu iymonga qarayli qarindoshlar, iymonga qarayli. Hozirgi zamondagi bizning ayollarimiz, hozirgi Uyg'ur ayollari deyli, Sharqiy Turkiston mustaqilligi uchun yo'lga chiqqan er kishilarni qancha % qo'llaydigan shunda. Balamızning beshiga kun kelsa mayli, avlodimizning beshiga kun kelsa mayli, Alloh rizosi uchun mushaq yo'lda mangayli deydigan, erini desteklaydigan ayollardan qanchalik chiqar. Hajar Aleyhisselam suyumlik o'g'li İsmail Aleyhisselamni qurbonlik qilishga
anılık mehrini yengip Allah rızasını dep maqul bolgandan keyin İbrahim aleyhisselam en ahirde bu ahvalni söyümlük oğlu İbrahim İsmail aleyhisselamga deydi. Oğlum, Allah'dan muşundaq vahiy geldi. İsmail'ni qurbanlık kıl dedi. Sen Allah'a işini sen fenzur mada tara. Seninki göz karşınlığına. Fenzur mada tara. Oğlum, sen nemi deysi bu vaqtda degenden keyin İsmail aleyhisselam nayet temkinlik bilen qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inşaallah minas sabirin. Dada, ko'nglingni yerim qilma. Allah nemiga buyurgan bolsa şunu qil. Men bu ishqa inşallah sabr qilib ketaman. Dada dedi. Üçeylen kelishdi. Kelishgandan keyin İbrahim aleyhisselam şeytanın her türlü hiyri mikirleriga bo'ysunmadi. Hacer annamiz mi bo'ysunmadi? İsmail aleyhisselam mı bo'ysunmadi? Bo'ysunmay ahirisi ailesinin razılıqını algandan keyin İsmail aleyhisselamni qurbanlık qilishga boshladi. İbrahim aleyhisselam pichoqni İsmail aleyhisselamning bo'yniga surganda bir mo'jiza yuz berdi. O kadar ittik pichoq İsmail aleyhisselamni kesmedi. İbrahim aleyhisselam nima qilarini bilmay to'g'an chaqda Allah Taala İbrahim aleyhisselamga vahiy qilib bunun bir büyük imtihan ekanligini. Ya İbrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ey İbrahim, sen tushunga amal qilding. Chunki İsmail aleyhisselamni qurbanlık qilish buyruqi tush orqali kelgan. Tush orqali kelgachga qarindoshlar, shuning uchun İbrahim aleyhisselam bek o'ylangan. O'ylanib eng oxirisida bu tush sodiq tushga, bu vahiyga deb qanoatlangan vaqti shu tarbiya kuni. Yevmi tarbiya deyishning sababi hozir mushu Zulhijjaning 8-kuni tarbiya kuni deyiladi. Şu 8. günde İbrahim aleyhisselam resmi kanaatlendi. Hacer annemiz kanaatlendi. İsmail aleyhisselam kanaatlendi. Bunun vahiy ekanligi kanaatlangan kun bo'lg'achqa bu kunni yevmut tarbiya deyiladi. Kanaat hosil qilgan kun Allohning vahiy ekanligiga deb. Anandan keyin hamda mazmunga kelaylik Arafa kuniga. Hamda Arafadagi vaqfa mushu hajning 4-rukni dedik-ku. Nima uchun Arafa deymiz? Yevmul Arafa deymiz 9-kunni. Nima uchun bu Arafadagi vaqfa bu hajninki eng muhim ruknlardan birisi bo'ladi. Arafada vaqf qilmagan odamning haj bo'lmaydi. Bir odam bilmay qilib yoki sahvallikdan yoki bek jiddiy ish chiqib qilib Arafada vaqf qilolmay qolib qolsa haj batil. Hisoblanmaydi. Haj hisoblanmaydi, haji hisoblanmaydi. Bu vaqfda turish pek muhim. Nima uchun Arafa bo'ldi degan vaqtda bu Arafa, Arifan, ma'rifat, i'tirof yildizidan chiqadi. Qarindoshlar, Yevmi Arafa degan rasmiy İsmail aleyhisselam, Hacer anamiz, İbrahim aleyhisselam tunib yetib, endi qurbanlik qilsak qilayli deb i'tirof qilishib bir qarorga kelgan kuni. İbrahim aleyhisselam o'g'lidan voz kechgan kuni. Hacer anamiz o'g'lidan voz kechgan kuni. İsmail aleyhisselam jinidan voz kechgan kuni. Allah rizosini deb voz kechgan kun. Tunib yetgan kun, Allohning buyrug'i ekanligini tunib yetgan kun. Bu buyruqqa amal qilsa, Allohni rozi qila oladiganligini tunib yetgan kun. Amal qilmay qolsa, chataqchilik chiqadiganligini tunib yetgan kun. Eng oxir qarorni berib qurbanlik qildik deb qurbanlik qilamiz deb qaror bergan kun. Shuning uchun bular shu Arafatga chiqib, yig'lab, Allohga yalvirib, nayta yaxshi duolarni qilib, Allohni rozi qilishga tirishgan bir kun. Endi shu Arafatdagi hojilar nima uchun Arafatga chiqdi, nima uchun Arafatda vaqf qiladi va duo qiladi degan vaqtda qarindoshlar. Mush İbrahim aleyhisselamning mush fidokorligiga men qatilman ya Allohim degan gap. Arafatga chiqqan inson, ey Allah,
İbrahim aleyhisselamdek balamdan ayrılıp kalgan bolsa muş hak yolda maňa men. Deydi o er kişiler. Ayal hacımla, Allah'ım, muş Hacer anamızdek balamdan ayrılıp kalıdığa işim bolsa hak yolda maňa men. Deydi o. İsmail aleyhisselamdek yaş balla yüzünü köreşke atyalıgdek bolgan yaş balla, Allah'ım, canımdan ayrılıp kalsam men bu yolda maňa men dep Allah'a söz berdi. Özlerini Allah'a vakf kılıdı. Vakf degen neme karindaşlar? Bir narsenin faydalanışını Allah rızası için aşo to'xtatib qo'yishni deyildi. Yani to'xtatib qo'yish degan alqi qo'limizdagi mulkning manfaati albatta o'zimizga keladi-ku. Shu manfaatning o'zimizga kelishini to'xtatib qo'yib, buning manfaati buningdan Allah rızası için bo'ladi. Masalan, bir yo'g'on bir binoni vaqf qilib etgan bo'lsak, bu binoning kirasi menga keladi hozir, foydasi shaxsiy mulk bo'lgandan keyin menga keladi. Uni vaqf qilgandan keyin buning foydasi butunlay Allah rızasıga xajlayman deb menga keladigan manfaatni to'xtatib, Allah rızası tarafga yo'lni ochganni vaqf deyiladi-ku. İnsanlar Arafat teg'ida Allah'a yalvargach, Allah, men hayotimni vaqf qildim, ailemni vaqf qildim, bola chaqalarimni vaqf qildim, mening mush qurbonligimni qabul qilganim bo'ladi. Men mush İbrahim alayhissalomning millatiga a'zo bo'lib kirishni xohlayman. Shunchalar uzoq yerdan shunchalar pulni xajlab keldim. Meningki mush a'zoligimni İbrahim alayhissalomning millati bo'lish a'zoligimni qabul qilgin Allohim deb yalvaradigan kun. Şuna hecgi bağan edemler, özümüzün hayatımızını, ailemizni Allah rızası için vakf kılmasak, erpat tutup vakfıda turmasak, hecden hec bulmaydıqallıqның sebebimi şu, hacı hesablanmaslıqның sebebimi şu kardeşler. Endi İbrahim Aleyhisselam'da bu vadin duasını kılıp, Muzdalife'ye kilidi, Muzdalife degen Meş'aril Haram, Meş'aril Haram degen aşo hürmetleşki tigişlik şuur kazanıdığa yer degen gep. İnsanlar ömrüde, muş dünya içinde en hürmetlenişki tigişlik, el Meş'aril Haram degen en hürmet kılışki tigişlik şuur kazanıdığa yeri degen gep. Bu İbrahim Aleyhisselam'larınki, İbrahim ailesininki, Ali İbrahim depse İbrahim'e ve Ali İbrahim deb dua kılımız go. Şu Ali İbrahim'nin muş Meş'aril Haram'da en yüksek Allah'ın razı kılıdığın derecede şuur kazanıp bu kes bizden cenimiz kessin, melimiz kessin, balımız kessin, hemmenimiz Allah rızası için pida olsun. Allah rızası için fani olaylı, fana fillah bekabillah. Allah diyen mehbub bilen ebedi baki kalaylı diyen fena fillah baka billah. Bu nezriyesi, bu şuur Meş'aril Haram'da oturgu çıkkaçka Meş'aril Haram varıp yana dua kılımız. Anandan keyin Meş'aril Haram'dan qaytib etip endi qurbanliq qilmamiz go Mekke'ga qaytib. İsmail Aleyhisselam'ın qurbanliq qiladigan qurbanliqqa qaytimiz. Şu qaytib atgan vaqtimizda şu Mina atrofida şeytan İbrahim Aleyhisselam'a kelib vesvese qildi. Ya İbrahim, nima degan gap bu? Balasini qurbanliq qildigan ishmi bormi? Bu Allah'ın Er-Rahman Er-Rahim deymiz, merhametlik deymiz. Sendek bir zayıf insanga 90 yaşında balası olan bir insanga balani qurbanliq qil, o'g'lini qurbanliq degan gap bu Allah'ın deydigan gap emas. Bu senin tushing to'g'ri emas. Bu bir şeytanning tushulab qilishi mumkin deb şeytan kelib bu tushning shaytoniy tush ekanligini İbrahim Aleyhisselamga ilhom qilish orqali İbrahim Aleyhisselamni yondirmoqchi bo'ldi. Qaranglar shaytonninki nimasiga? O'zi shayton turib, machu shaytoniy tushulib qilish mumkin deb İbrahim Aleyhisselamni azdirish qiltirishdi. Nayt şeytan bo'lg'achqa bu şeytanga şeytanning cho'ngi deb at berildi. İbrahim Aleyhisselam bununla taşını etip qo'g'laydi dedi, taşatıdı. Onundan kendini İbrahim Aleyhisselam'ını azdıramağandı ki Hacer anamızdan yanına gelip ya Hacer, o İbrahim qarib qalgan adam, bu tush ko'rdim deblar, shunda balasini qurbanlik qildigan ish bo'lamdi. Bu şeytanning tushilishi mumkin uning ko'gini. Sen qatilma, sen ana bo'lgandan keyin
ana jurgin kichikini nim bo'lsin, balani qutqizishtirish, qiradan jo'lib mandaq da jurgan bo'lishi mumkin deb anani balaninki mehri shafqat bilan, analik mehri shafqat bilan o'ynash orqali Hacer anamizni yo'ldan chiqarishga tirishidi. Bu halqi ikkinchi darajadagi kichikroq bo'lgandan keyin buni o'rta shayton deyiladi. Hacer anamizni buni qo'g'laydi, tashatadi. Rajim degan tashlangan shayton degan gap qo'g'landi bo'lgan. Hacer anamizni qo'g'laydi. Oxirisida Ismoil alayhisolamning qashig'iga kelib, "Ya Ismoil, bu qanday gap? Sen umrini Alloh rizosi uchun atagan bir inson. Bundan keyin qiladigan jiq ishlaring bordi. Bu qurbonlik deb seni qurbonlik qilib etsa qaraganda bu qirib qolgan dadang to'g'ri bir tush ko'rmadi. Bu shaytonning tushi bo'lishi mumkin. Sen e'tiroz qil yoki qochib ket" degandek gaplar bilan İsmail Aleyhisselam'a vesvese veriyordu. İsmail Aleyhisselam qo'g'laydi shaytonni. Şu bu 3. dereceli şeytan boğaçqa, bunu küçük şeytan deyildi. Şununla minada şeytan taşlaşının buluşunun sebebi şu. Şeytanın taşlaşımızdaki sebep, ya Allah'ım, İbrahim Aleyhisselam'a kelgen 1. numurluk şeytan kesimi qo'g'layman. Ajanamız kelgen 2. numurluk şeytan kesimi qo'g'layman. İsmail Aleyhisselam kelgen 3. derecedeki şeytan kesimi qo'g'layman. Şeytanlarning her türlükiga, düşmanning her türlükiga men qarshi. Men yani mishada shaytonga qarshi turishni seppimni haq maydon haq sepida turishga men mishada sana söz verman. Men şu İbrahim, Hacer ve İsmailning sepida deb shu yerda söz veramiz. Shuning uchun qarindoshlar, shayton tashlash va'da shaytonni ko'may turib tashlaymiz-ku. U bir simbollik ibodat. Va'da biz shaytonni tashlayotgan vaqtimizda mush Allohning diniga qarshi, İslamiyetga qarshi, haqiqatga qarshi to'g'rilar sistemi bo'lgan millati İbrahimga qarshi har qanday ish bo'lsa men qarshi turib, kurash qilaman, mujodala qilaman deb Allohga so'z beramiz. Hacı qarindoshlarim, hejni va'da qilib kelib olib, anandan keyin hej tugandan keyin anandan keyin yana o'zimizning ishini qilib, dunyoning keyniga kirib, yana Xitoyning propagandasining yana golulab, aldınıp, yana o'zimizning Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashmay, yana yursak qarindoshlar, hojiligimiz yolg'on bo'lib qoladi. Nima uchun davomli bu Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bek muhim deymiz qarindoshlar? Chunki Sharqiy Turkiston xalqi uchun Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan yo'g'on bir ibodat yo'q. Uningdan cho'ng ibodat yo'q. Kişisel, şahsi ibadetlerden namaz deymiz, ro'za deymiz, haj qilish deymiz, bu ibadetler yaxshi. Ama millet sübtide, Sharqiy Turkiston xalqi sübtide biz vatanni almasak, maneviyatimiz, maddiyatimiz hamma narsa vayron bo'ladi ya. Biz kurash qilmaganligimiz uchun, Alloh rizosini deb to'g'ri yo'lda turmaganligimiz uchun mush dunyoda xarolab, xorliqni qabul qilib qolsak, mustamlikini qabul qilib qolsak, ishg'oliyatni qabul qilib qolsak va bu haqda mustaqilligimizni qo'lga keltirish uchun ishlamasak, oqibatimiz oxiratda xatarli qarindoshlar. Lahum fid dunya khizyun va lahum fil oxirati azabun azim. Bu turdagi haqiqat uchun kurash qilmagan insonlarga dunyoda rasvolik, oxiratda jahannam azobi deb Qur'onda ochiqda ba nurg'iyada. Unda rasvolik degan gap qarindoshlar. Buningdan rasvolik bo'lmas. Sharqiy Turkiston xalqining boshiga kelgan ma baloyi ofatdimi ig'ir rasvolik yo'q qarindoshlar. Ma irqiy qirg'inchilik kelmagan bo'lsa, bir odam bizga degan bo'lsa, "Ey xalq, sening xotiningni Xitoy anda qilyapti, qiz bolalaringni Xitoy manda qilyapti" degan bo'lsa, urushib tillaydi. Seninkini qilganda qo'y deb. Ammo amaliyat beshimizga kelgandan keyin o'zimiz chiqib so'zlayapmiz, uni qilib ketpardi, buni qilib ketpardi deb bir akish turib, bir inson turib, aynimizda uni qildi, buni qildi deb o'zimiz o'z aqlimizdan so'zlayapmiz qarindoshlar. Bu rasvolik bu. Bu rasvolikni yuyish uchun inqilobga atlanmasak, Sharqiy Turkistonning mustaqillik harakatini qatilmasak, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga tirishmasak, qo'limizdan kelganini qilmasak, musulmonligimizmi yolg'on,
Hacılıkımız mı yalgan? Şeytanga taş etişimiz, Arafat'ta dua kılışlarımız, Muzdalifa'da dua kılışlarımız, Herem'de tavaf kılışlarımız, ihram bağlaşlarımız, lebbeyk Allahümme lebbeyk digenlerimizden hemmesi yalgan buludu kardeşler. İçimiz yalgan turup ağzımızda dep koyganlık ne? Bizning dinimizde münafıklık deydi kardeşler. Şunun için aziz hacı kardeşlerimiz, hec kılgan kardeşlerimiz, muş ulug kunlarning haqqi hurmati uchun oyg'inayli qarindoshlar, oyg'inayli, tirilayli. Bu dunyodan o'lib ketimiz, ya bugun o'limiz, ya at o'limiz. Nim bo'lishining qat'iyatida natijada o'limiz, o'lgandan keyin Allohning dargohiga boramiz, ma hayotdan hisob beramiz. U yerda hisob beradigan chaqda ikkilam yo'l bor. Hisobdan o'taliganlar jannatga, o'tamaganlar jahannamga deydigan ikkilam yo'l bor qarindoshlar. Uchinchi yo'l yo'q. Şunun için İbrahim Aleyhisselam'dan örnek alaylı, Hacer anamızdan örnek alaylı, İsmail Aleyhisselam'dan örnek alaylı kardeşler. Örnek alaylı. Bizninki örnek aladığan mana şunda ulug' zatlarımız var. İbrahim Aleyhisselam ne örnek alish Muhammed Aleyhisselam'a farz kılıngan. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiği. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti. Bizning peygamberimiz, yani bütün peygamberlerinin rehberi bo'lgan, serdari bo'lgan Muhammed Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'dan örnek kılışqa emri kılındı bu Kur'an-ı Kerim'de. Nima uchun? Çünkü bu dünyada küreş kılmasa, bedel tüyülmese, Allah rızasında bedel tüyülmese, bir iş kılmasa, ahiretini kazan kılıp bulmaydı. Şunun için kardeşler. Şunun için yana müşahede to'xtayli qarindoshlar, chala qapti. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam Muzdalifadan Minani qaytidi, Minadan qaytib İsmail Aleyhisselamni qurbonlik qilishga tirishdi. İsmail Aleyhisselamni qurbonlik qilib, yatqizib pichoqni suradigan chog'da İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselamga dedi: "Dada, men o'lib boqmagandan keyin bunday bir tajribam yo'q. Jon talışış, can beriş açık deydigan gap bor. Şuna jenim qijilinib ketib, sana alayıp qalmay. Yoki sen mening ko'zimni ko'rib, sening ishing og'ib ketmasin, meni dum yatqizib turib, men oq tarafdan pichoq sur deydi." Ma'qul deb İbrahim Aleyhisselam yatqizib pichoqni surga vaqtsa pichoq kesmaydi. İbrahim Aleyhisselam pichoqni ochiqlab, bir toshni urib baqsa, toshni kesib yetadi. İbrahim Aleyhisselam'ın boynunu kesmeydi. 3 qatim surkigandan keyin kesmagandan keyin İbrahim Aleyhisselam nima qilishni bilmay turgan vaqtida Alloh taoladan vahiy kelib: "Ey İbrahim, sen shunga amal qilding. Mana bu qurbonlik bu qo'yni bo'g'izlig'inda bir qo'shqani qurbonlik qilib almashtirib turdi." Shuning bilan İbrahim Aleyhisselam'ning fidokorligi, İbrahim Aleyhisselam'ning mushundaq fidokorligi bilan İbrahim Aleyhisselam'ning butun millati o'zining bolasini yoki insonlarni qurbonlik qilish imtihonidan qutulib qoladi. İbrahim Aleyhisselam'ning yuzidan biz qutulib qoldik qarindoshlar. Shuning uchun hozirgi zamonlarda biz normal halal hayvonlarni qurbonlik kesishimizning sababi shu. Allah mushqatin kesken qurbonliklarimizni Allah qabul qilsin, qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobet qilsin. Dua qilayli, bugun dua qilayli, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga dua qilayli. Allohning bizga yordam qilishiga dua qilayli qarindoshlar. Alloh hammamizning dunyo va oxiratligimizni xayrli qilib bersin, saodatmandlik qilib bersin. Allah yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ayrılmasın, öldüğün çağımızda iman ve tövbeden ayrılmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.